qanchalik o'sha homila katta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik demak e'tiborni kuchaytirish kerak. Chiroyli so'zlar bilan, komplimentlar bilan, ayniqsa sovg'a salom. Bitta dona gul ko'tarib kelsang ham, ko'chadan Arg'uni bo'yidan yurib kelsa ham bo'ladi. Padarkani, u beradigan sovg'ani qiymatida emas u narsa. Biz harakat qilamizki, ayol kishi hijobda bo'lsin, hech kimga qaramasin, boshqa qildirmasin deb. Bu juda to'g'ri. Lekin sen qaramasang, sen e'tibor qilmasang, bechora ayol zorku shu narsaga. Kim uni ko'nglini oladi? Xo'p, homilador bo'ldi ayoling. Ko'ngli aynab, taqshko'z bo'lib, qiynalib yotibdi. Biz ishdamiz, hammamiz har kuni ishda. Uyga kelib, kayfiyati yo'q, charchab kelib, xotiniga qo'pol gaplar kelib, har kuni qilayotgan muomala shu daftarga yozilib bo'ladi. Oxirida hosilini tug'ilib bo'lgandan keyin yeyaverasan. Qachondan tarbiya qilish kerak bolani desa, homila bo'lgan kundan boshlanadi. Ayol kishi yaxshi gaplarni eshitib, har doim xursand bo'lib, homila rivojlanadigan bo'lsa, serotonin degan gormonimiz bor. Bu baxt beruvchi. Ayol kishi bunga senga tegdimi? Xotin bo'lib, sen uni baxtli qilishga majbursan.